Qishloq xo'jaligi mamlakatimizning eng yirik va serdaromad sohalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa sohaga ilmiy asosda yondashish orqali hosildorlik ortdi, qo'l mehnati esa kamaydi. Bu borada agrar xizmatlar markazi tashkil etilib, soha olimlari va mutaxassislari bir joyga jam qilindi. Sirdaryo viloyatidagi agrar sohada bilim va innovatsiyalar markazi ham ana shunday ilm maskanlaridan biri. Bu yerni tajriba maydoni ham deyishimiz mumkin. Agrar xizmatlar markazi tomonidan mazkur joyda o'quv amaliy seminari tashkil etildi. Unda Sirdaryo, Jizzax viloyatlari AKIS xodimlari, fermerlar hamda tomorqa yer egalari ishtirok etishdi. Dastlab yangi tajriba ishtirokchilariga tanishtirildi. Biochar o'simlik tanasini kuydirish orqali hosil qilinadigan mahsulot hisoblanadi. Buning uchun eni 2-3 metrlik konussimon chuqurlik qaziladi hamda g'o'za poyalari yoqiladi. Pista ko'mir tayyorlashda atmosfera havosiga g'o'za chiriganiga qaraganda kam miqdorda zarar yetkaziladi. Bu olimlar sinovdan o'tgan tajriba hisoblanadi. Biochar bu oddiy o'sha g'o'za poyani belgilangan tartibda o'sha yoqish natijasida tayyorlanadigan pista ko'mir. Bu pista ko'mir g'ovay bir ko'mir holatiga keladi va buni yerga qo'llash natijasida buni orasidagi mikroelementlar ishlash natijasida yerga katta ta'sir qiladi. Filtr vazifasini bajaradi. Bundagi yig'ilgan yomg'ir yog'ish natijasida suv shimvali olish natijasida va o'simlikka ba'zi qanchadir miqdorda shu suv bilan ta'minlab turish vazifasini ham bajaradi. Ma'lumki, Sirdaryo viloyatining yerlari boshqa viloyatlarning yerlariga nisbatan sho'rroq va boyagi pH miqdori deymiz, ishqorlik darajasi yuqori yerlar. Albatta bu yerlarda hosil olish ham juda ham katta tadbirkorlikni, juda ham katta bir bilim va innovatsiyalarni talab etadi. Mana bugun shu Sirdaryo viloyati Bayot tumanida tashkil etilgan agrar xizmat markazini kelib, mana shu tayyorlangan biocharni mana yerga qo'llash bo'yicha bir seminar o'tkazdik. O'sha seminarning davomida savol-javoblarga javob berishga harakat qildik. Bu biocharni tayyorlab, o'sha tegishli tartibda o'sha programma platformalariga kiritilganda chet eldan o'sha dunyoda tashkil etilgan karbon kredit jamg'armasidan har bir gektariga $500-600 mablag' olish imkoniyati paydo bo'ladi. Biochar serdaromad mahsulot hisoblanadi. 1 metr kub biocharning bahosi $90 dan $500 gacha baholanadi. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun Jahon banklari mablag'lari ham yo'naltiriladi. Shu maqsadda respublikamiz bo'ylab 400 metr kub biochar mahsuloti tayyorlandi. Sirdaryo viloyatida esa shundan 85 metr kubni tashkil etmoqda. Seminar davomida mutaxassislar biocharni qo'llash usullari haqida ma'lumotlar berishdi. 4 xil usulda yerga qo'llashini tushuntirdik. Bu o'sha yer o'simliklarni ekishdan oldin shudgorga qo'llash. Endi albatta uni qo'llashdan oldin biocharni to'g'ri qo'llab bo'lmaydi. Buni pH darajasi deymiz, ishqorlik darajasi nisbatan ilgari kulda ham shunaqa bo'lardi. Bunda ham xuddi shunday darajasi yuqoriroq. Buni darajasini tushirib olish uchun o'sha olimlarimiz tomonidan tavsiya etilgan Jimavrit degan o'sha bir hafta davomida bu ham 1 so'm xarajat qilmasdan o'sha xonadonimizda bor o'sha molli go'ngi, peshobi, ozgina miqdorda o'sha o'simlik uni va yana shakar ozgina miqdor, juda ham kam miqdorda shakar qo'shib bir hafta davomida uni tayyorlab turib, keyin bunga qo'shsak, bu bitta yo'li va ikkinchi yana tavsiyasi o'zimizni oltin gugurt bilan aralashmasini hosil qilib turib, uni yerga qo'llash. Yerga qo'llagan taqdirda ham o'sha boyaga aytgandek har qanday holatda qo'llash mumkin. Buni ortiqchasi yo'q. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Boyaga aytgandek shudgorga qo'llashimiz mumkin va mana hozirgidek o'sha qator orasiga qo'llashimiz mumkin. Buni kultivatsiya qilganda, chopilganda yerga aralashib ketadi va boyagi o'zini effektini beraveradi. Uchinchi yo'nalishimiz mana ko'chatlarimiz bor. Pomidor ko'chat, bulg'or qalampiri, ko'chatlarni ekish jarayonida o'sha chuqurchasini kavlab, buni ichiga o'sha boyagi tayyorlangan nimani solib qo'shib o'sha bilan ekadigan bo'lsak ham to'g'ri ildiziga boradi, juda ham katta effekt beradi va urug' ekish jarayonida mana misol uchun bodring urug'i ekamiz, tarvuz urug'i, mana shu ekish jarayonida bundan ozgina to'rtta solib, boyagina ko'rsatib berganimizdek qilib ekadigan bo'lsak, bunda ham juda ham katta effekt beradi. Yangilik endi birdaniga yoyish juda ham tez bo'ladigan jarayon emas. Agar shu sekin-sekin tajribalar tariqasida sekin-sekin buni qo'llasak, bu dehqonchiligimizda yana bir yo'nalish bo'ladi degan bir umidimiz bor. O'sha orqali dehqonlarimizni boy bo'lishiga, daromadli bo'lishiga, hosildorlik g'olib bo'lib, xalqimizni farovon yashashi uchun juda ham katta bir imkoniyatlar bo'lishi mumkin degan bir loyiha tarzida ko'rsak bo'ladi.
Agrar xizmatlar markazida g'alla parvarishiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Bu yerda 48 turdagi bug'doy navi, 8 turdagi arpa, 3 turdagi trikotali hamda 1 turdagi javdar boshoqlari parvarish qilinmoqda. Seminar davomida ishtirokchilarga hududga mos bug'doy navlari tanishtirildi. 2025-yilda sinovdan o'tgan bug'doy navidan 90-100 sentnergacha hosil olingan. Shuningdek, gektardan 224 tonna chorva mollari uchun ozuqa ham yetishtirilgan. Bu tajriba fermerlarda katta qiziqish uyg'otdi. 2026 yil hosili Sirdaryo viloyatida 65 ming gektarga kuzgi boshoqli dona ekinlari ekilgan. Bugungi kunda viloyat agrar xizmatlar markazida viloyatda ekilgan yumshoq bug'doyning Alekseyevskiy, Vassa, Taniya, Sabirbosh va Antonina navlarini shu o'zimizning sinov tajriba maydonlarimizda har xil muddatlarda ekish, har xil muddatlarda sug'orish, o'g'itlash va sho'rga hamda kasallik, zarar kunandalarga chidamligini o'rganish bo'yicha tajribalar olib borilmoqda. Bundan tashqari, bizning tajriba maydonimizda viloyatimizda shu bugungi kungacha ekilmagan 48 xil g'alla ekinlari, shundan 36 xil bug'doy navi, 8 xil arpa navi, 1 xil javdar navi va 3 xil tritikali navlari sinab ko'rilmoqda. Bu sinash ishlaridan asosiy maqsadimiz shuki, Sirdaryo viloyatining turli tuproq iqlim sharoitlariga mos bo'lgan navlarini birinchi navbatda ajratib olish, ularning yetishtirish agrotexnologiyasini bu yerda qo'llagandan keyin joriy qilish, bundan olinadigan hosildorlik miqdorini ko'paytirish, dehqonning daromadini oshirish maqsad qilib olganmiz. Bugungi kunda yurtboshimiz aytganidek, qishloq xo'jaligiga bilimni kiritmas ekanmiz, bu dehqonlarimizning kasasini oqirmasligiga olib keladi. Shuning uchun aks xodimlari, ya'ni viloyat agrar xizmatlar markazi ilmiy xodimlari har xil ekinlarni, kuzgi boshoqlidan ekinlari, bundan tashqari biz O'zbekiston Germaniya hamkorlik dasturi asosida tuproq unumdorligini oshirish uchun xizmat qiladigan yashil o'g'it sifatida ekiladigan ekinlar, chorva mollarining ozuqa bazasini mustahkamlash uchun yuqori sifatli ozuqa beradigan ekinlar turlarini ekib, ularni sinash ishlarini olib bormoqdamiz. Bizning maydonimizda bugungi kunda kuzda ekilgan 8 xil ozuqa bor ekinlar, bundan tashqari dukkakli ekinlar sinab ko'rildi. Bundan asosiy maqsad shuki, chorvadorlar uchun ayni qish mavsumida, ya'ni yanvar-fevral oylarida ozuqaga, chorva mollarining ozuqa bazasiga bo'lgan tanqisligini bartaraf etish maqsadida bugungi kunda shu ishlarni olib bormoqdamiz. Bizning sinov maydonimizdagi ekilgan ozuqabop ekinlardan qish oyida bo'yi 50 santimetrdan 70 santimetrgacha bo'lgan 1 gektardan 17 tonnadan 240 tonnagacha yashil massa beradigan ekinlarni o'rib sinab ko'rdik. Bundan tashqari bu chorva mollarining sut mahsulotlarini oshirishda xizmat qiladigan ekin turlari, ya'ni sariq xantal ekinni biz sinab ko'rib shunday narsaga keldikki, sariq xantalni kuzda ekib qish oyida berganimizda 1 metr kvadratdan olingan massani chorva fermerlarimiz chorvaga bergan taqdirda 1 kunlik sut 2 litrga ko'paygan guvoh bo'ldik. Demakki, bizning bugungi kunda chorvadorlar uchun olib boriladigan, ya'ni oziq-ovqat bazasini mustahkamlashda chorvaning mahsuldorligini oshiradigan sifatli ozuqabop ekinlar turlarini ko'paytirish bu zamon talabi ekan. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda bahor oyida, ya'ni 56 xil ekin turini ekib qo'yganmiz. Xudo qalasa buni ham hosildorligi bo'ladigan tuproq unumdorligini oshirishda qilinadigan xizmatlari, chorva mahsuldorligini oshirishdagi xizmatlarni sinab ko'ramiz. Agrar xizmatlar markazi Guliston davlat universiteti bilan birga respublikamizdagi 13 ta ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ish olib borishmoqda. Ular 90 bosli ekinlarni ekish va yetishtirishga ham alohida e'tibor qaratishgan. Bu usul dala chetlarida yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Ekinlarning sifati va hosil miqdori ko'p jihatdan kimyoviy dorilar hamda ozuqalarga bog'liq. O'z vaqtida va me'yorda berilgan ishlov orqali yuqori va sifatli hosil olish mumkin. Ana shu maqsadda fermerlarga markaz mutaxassislari yordam berishadi. Buning uchun alohida joy ham hozirlangan. Respublika bilim va innovatsiyalar markazi tomonidan mana shu Sirdaryo viloyati agrar xizmatlar markazida mana shunday mobil xizmatlar tashkil etildi. Bu xizmatlarni tashkil etishimizdan maqsad fermer va aholi dehqon fermer xo'jaliklariga kimyoviy preparatlardan to'g'ri foydalanish, me'yorda ishlatish, undan tashqari sifatli urug'larni ekib, mo'l hosil olish va parvarishlash bo'yicha
agro maslahatlar berib borilmoqda. Buning natijasida mana shu aholimiz, fermerlarimizning daromadi oshib, hosildorligi oshadi va eksport bopligi yuqori bo'ladi. Shuni biz tadbiq qilib, fermerlarga va dehqonlarga kun davomida ma'lumotlarni berib, fikr almashib, kerak bo'lsa fermer xo'jaligi yo dehqon bo'ladiganimiz fermerning uyiga va dalalariga borib o'z maslahatlarimizni berib bormoqdamiz. Hozirgi kunda mana shira trips hasharotlari ekinlarda avj olgan. Bularga qarshi biz sifatli preparatlar sepishdi. Undan yaxshi natija ko'rib, hosildorligimizni oshishiga aholi tomorqalarini o'zlarining xonadonlariga borib, o'rgatish va tushunchalarni olib borib, fermer va aholilarga xizmat ko'rsatish tashkil qilib amalga oshirmoqdamiz.